Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyida muntazam ravishda viloyat ichki ishlar boshqarmasining sohaviy xizmatlari tomonidan amaliy o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinadi. Navbatdagi mashg'ulotlarda ekspert kriminalistika boshqarmasi xodimlari tomonidan o'quvchilar uchun har tomonlama qiziq bo'lgan mavzularda darslar o'tildi. Dastlab kriminalistika sohasining jinoyatlarni ochishda tutgan o'rni, ballistik va boshqa tahlillarda e'tibor qaratiladigan jihatlar, ilmiy yondashuv bu tizimning negizi ekanligi tushuntirildi. O'zini bo'lajak ekspert kriminalist sifatida ko'rgan yoshlar esa bu sohada yetuk kadr bo'lish uchun poydevor bo'lgan fanlar haqida savollarga javob olishdi. Mashg'ulotlarning amaliy qismi akademik litsey saf maydonida davom etdi. Ekspert kriminalistika boshqarmasiga biriktirilgan laboratoriya jamlanmasi imkoniyatlari, undagi maxsus vositalardan foydalanish haqida o'quvchilarga ma'lumot berildi. Ayniqsa masofadan boshqariluvchi dron yigit-qizlarda katta qiziqish uyg'otdi. Umuman kriminalistika ichki ishlar organlarining asosiy sohaviy xizmati hisoblanadi. Bu borada puxta tushunchalarni egallash esa sohaning bo'lajak vakillari bo'lgan yoshlar uchun juda muhim hisoblanadi. Amaliy o'quv mashg'ulotlari davomida barchasini ko'rib, guvohi bo'lgan yigit-qizlar bu imkoniyatlardan unumli foydalanib, o'z maqsadlari yo'lida yana bir qadam tashlashdi. Ichki ishlar vazirligi Namangan akademik litseyida bu kabi tadbirlar davom etishi borasida kelishib olindi.